Bugungi videoda Tor va Sentry'ning battle bo'ladi va videoga barcha kuchlar hisobga olib aytiladi. Komiksdagi kuchlari ham oldindan aytib qo'yaman. Kim yutsa ham negativ yozmayli, chunki Tor yutsa bu Sentry muxlislariga yoqmaydi. Sentry yutsa Torning muxlislariga yoqmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli battle videomizni boshladik. Tor va Sentry ikkisi ham juda kuchli bo'lgan personajlar hisoblanadi. Tor o'zidan kuchli bo'lgan, juda ham ko'p yulduzlarni yengan va Thanosni 2 marta yo'q qilgan. Birinchi marta yuragiga Stormbreakerni sanchigan, ikkinchi marta Thanosni boshini olgan. Sentry esa million quyosh kuchiga ega bo'lgan anti-qahramondir. U ham kuch bo'yicha Tordan qolishmaydi. Qanunda battle boshladik. Tor Asgardlik xudo Odin o'g'li, Sentry Robert Reynolds inson, mutatsiyalangan qudrat bilan super kuchli. Ularning kuchlarini xalqda taqqoslaymiz. Tor xalqni bir urishda yiqita oladi, zarbasi tog'larni yo'q qila oladi va jismoniy holati juda ham yaxshi. Sentryda million quyosh kuchi bor. Bu kuch bilan xalqdan ham kuchli bo'la oladi. Xalq bilan Torning jangini ko'rganmiz. U chaqmoq kuchi bilan xalqni yenga oladi. Sentry ham o'zining million quyosh kuchi bilan xalqni yenga oladi. Super kuchda Sentryning kuchi ko'p, chunki unda million quyosh kuchi bor. Shunday ekan, super kuchda Tordan ko'ra Sentry kuchliroq va hisob 1-0. Tezlikka keldik. Tor miyonlari bilan yorug'lik tezligida ucha oladi, lekin tezkor emas. Sentry esa Tordan million marta tez harakat qila oladi, yorug'likdan tez harakatlanadi, o'z kuchi bilan uchadi. Tor esa ucha olmaydi. Miyonlari bo'lmasa, Sentry juda tez harakat qilgani uchun ba'zi uning harakatlari teleportatsiyaga o'xshab ko'rinadi. Tezlik bo'yicha 100% Sentry Tordan tez. Hisob 2-0. Chidamlilik. Sentry juda chidamli, anti-qahramon, uni yaralab bo'lmaydi. Yaralasa ham cheksiz darajada atom darajasida yo'q bo'lsa ham qayta tiklanadi. Ya'ni Sentryni mayda zarralarga bo'lib tashlansa ham o'sha zarralardan qayta tiklanadi. Torning ham chidamliligi juda baland, lekin uning chidamliligi cheklangan. Torni yaralash mumkin. Chidamlilikda ham Sentry ancha chidamli. Hisob 3-0. Tiklanish. Ikkala personaj ham juda tez tiklanadi, lekin Torning tiklanishiga vaqt kerak. Sentryda esa unday emas. U molekulyar darajada darhol jarohatdan so'ng o'zini tiklaydi va jarohat izi qolmaydi. Torni opasi Hela ko'zini o'yib olgach, ko'zsiz qolgan. Agar Sentryning ko'zi o'yib olinsa, qayta tiklanib yana oldingidek bo'ladi, chunki uning tanasi molekulyar darajada tez tiklanadi. Tiklanish ham Sentryda yaxshiroq. Hisob 4-0. Qurollar bo'yicha tabiiyki Tor yutadi, chunki unda Mjolnir va Stormbreaker bor va unda Odin kuchlari ham bor. Sentryda esa qurol yo'q, shu uchun qurollarda Tor g'alaba qozondi va hisob 4-1. Jangovar mahorat. Tor Asgardda eng kuchli qo'l jangchilardan biri hisoblanadi va unda jang bo'yicha 1000 yillik tajriba bor. Sentryda esa unaqa emas. Sentry juda kuchli, lekin aqlan zaif. Jang qilishni ham unchalik kuchli emas, lekin u komikslarda juda yaxshi jang qilgan, lekin jangovar mahorat bo'yicha Torga yeta olmaydi. Hisob 4-2. Battle'ga ruhiy holatni ham qo'shdim. Sentryning ruhiy holati har doim ham yaxshi bo'lavermaydi. Ayniqsa katta janglarda unga void xalaqit berishi mumkin. Xullas, aqliy barqarorligi yaxshi emas. Torda esa bunday narsa yo'q. Uning ruhiy holati har doim yaxshi, kuchli, sabrli va xatirkash bo'ladi. Va hisob 4-3. Dushmanlarni yengish. Tor, Thanos, Gor, Hela, Surtur, Malekith yana ko'plab juda kuchli o'zlarini yengan. Sentry esa komikslarda Hulk, Molecular Man, Ares, Worldbreaker xalqlarini yengan va Aresni 2 ga bo'lib tashlagan. Ikkalasi ham juda kuchli o'zlarini va personajlarni yengan. Shu uchun dushmanlarni yengish bo'yicha ular teng. Biz turli filmlarda raqiblarni yengishini ko'rganmiz. Sentry'niki esa hali ko'rmadik. Shu uchun durang va hisob 5-4. Zulmat kuchi Torda yo'q, lekin g'azabi kelib juda asabiylashganda unda Odin Force paydo bo'ladi. Ya'ni buni Odin Force g'azabi desak bo'ladi. Sentry'da esa Void bor. Void Sentry'ning yovuz va qora tarafi va u yengilmasdir. Zulmat kuchi bo'yicha Sentry Void bilan g'olib bo'ladi va hisob 6-4. Tor va Sentry komiks haqida ham to'qnashishgan. Siega 2010-yilgi komiksida Sentry Torga qarshi. Sentry Void holatida Asgardga hujum qiladi. Tor unga qarshi kurashadi. Tor juda kuchli zarbalar beradi, lekin Sentry o'lishini o'zi xohlamaguncha o'lmaydi ham, to'xtamaydi ham. Oxir-oqibat Torni o'ldirishga majbur bo'ladi. Ammo bu Void kuchi tomonidan o'zini o'ldirtirishga ruxsat bergani uchun bo'ladi. Agar ruxsat bermaganda jang davom etardi. G'alaba Tor tomonda bo'lgan, lekin bu Sentry o'zini to'xtatmaguncha deyarli imkonsiz bo'lgan. Filmlarda kim kuchli?
Thor Marvel kino olamida Qisoskorlar, Thor trilogiyasi, Abadiyat jangi va intihoda qatnashgan Stormbreaker va Mjolnir bilan Thanosni yenggan. Filmda hali Odin Force yoki Rune King Thor versiyasi yo'q. Hali filmlarda Marvel kinolan versiyasi juda kuchli, ammo cheklangan darajada hali barcha kuchlarini ochib berishgani yo'q. Sentry hozircha faqat Momaqaldiroqlar filmida ko'rinish berib, barcha muxlislarni o'z kuchi va qobiliyati bilan lol qoldirdi, lekin filmda komiksdagi barcha kuchlarini ishlatmadi va ko'rsatmadi ham. Komikslarga asoslangan holda Marvel kino olamida chiqsa, eng kuchli mavjudot bo'ladi. To'g'ri ham shunday, u ham komikslardagidek qilib ko'rsatilsa, eng kuchlisi bo'ladi. Oddiy holatda Thor va Sentry jang qilsa, Sentry yutadi. Chunki oddiy holatda Sentry Thordan kuch, tezlik, chidamlilikda ustun bo'ladi. Holat faqat aql va jang mahorati bo'yicha bo'lsa, Thor yutadi. Thor oddiy holatda Void bilan jang qilsa, Void yutadi. Sentry esa oddiy holatda eng kuchli Rune King Thor bilan jang qilsa, Thor yutadi. Agar Sentry o'zini yo'qotib qo'yib, ruhiy tushkunlikka tushsa, Thor bemalol yuta oladi. Agar jang faqat komikslar asosida bo'lsa, durang bo'lish ehtimoli bor, lekin men fikrimcha, shu holatda ham Sentry yutadi. Xullas, Sentry kuch, tezlik va chidamliligi bo'yicha Thordan ustun. Thor jangovar tajriba, ruhiy kuch va aql bilan ustun. Agar Sentry o'z aqlini yo'qotsa yoki Void nazoratini olsa, Thor xavf ostida qolishi mumkin va o'lishi ham mumkin. Ammo Voidning ichida bo'lib, boshqaruvni talab qilib, Sentry ichida bo'lib va Void jang qilsa, Thor uni yengishga qodir bo'ladi. Boya hisob 6 Thor bo'ladi. Boya hisob 6 Thor bo'lganda Sentry yutdi, lekin menda fikrimcha ularning kuchlari deyarli teng. Thor aqli bilan strategiya bilan jang qilsa, Sentryni yutish mumkin. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizda ko'pmas kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamlar sizlarning videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni. Chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerni tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlar qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegramlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersangiz bo'ladi. Agar battle video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Momaqaldiroqlar filmini o'zbek tilida va yuqori sifatda kino kanalidan ko'rishingiz mumkin. Kino yangiliklar esa Film News asosiy kanaliga tashlanadi. Keyingi video Sentry haqida bo'ladi. Sentry qanday yaratilgani, qanchalik kuchliligi va qobiliyatlari haqida. Agar videoga like bosgan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.